Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizni başlayımız. Leksiye de Sıdıka Cüruzi. Washington'dan sözlüvatımız. Yakından bir yakı tünügünden başlap Xitay dairleri, Xitay Kompartiyası hükümeti ve onun Şinjan'daki müstemlikçi hakimiyeti ya köçmenli hakimiyeti Uygurlarga karşı her xil teşvikatlarını koyup etti. Yaki yeniden qaytadan yan teşvikat targ'ibat başladı. Onun ahırkı neticesi ne buladı biz hazırca bir narsa diyemeymiz. Biroq biz bundan keyin Xitoyning her cümle sözü, her bir hareketi, her bir ufqumi ve siyaset sohasidagi aldamchilik, niqoblangan aldamchilik, niqobsiz aldamchilik, oshkora bostirish qatorliq her qanday hareketini bir tahlil qilishni qaror topdik. O'tgan yil 9 aydan boshlab bu yil 1-oygacha Xitoy jim turgan edi hisobda. Lekin 1-oydan boshlab 3 qonunni ma'qullagan bo'ldi. Biri terroristlarga qarshi turish qonuni, ikkinchisi diniy e'tiqod qonuni, uchinchisi hukumatsiz tashkilotlarni davlat ichi va davlat sirtida boshqarish qonuni deganda qonunlarni e'lon qildi. Bunun için hükümetsiz teşkilatlarını başqurish kanunu ilan qilinish bilan tangla Xitoy Kompartiyasi chet eldeki hareketlerini ciddileştirip, Uygur teşkilatları ve başka ammi teşkilatlarga singib kirib, rahbarlik huquqini tartib olish, rahbarlik huquqini ag'dirish, Uygurlarni ichki jihatdan parchalash, bir-birini ziddiyatning to'qinishning ichiga elib kirish, shu orqali parchalash ve chet eldeki Uygur davosini suslaştırmakçı, tüketmekçi, ucuqtırmakçı oldu. Biz şun bunun deyinken biz bu işlerini Xitayning qilayotgan işlerinin hammasini qayta paş qilib, vatandaşlarga yetkizishni o'zimizning majburiyati deb qaradik. Şunun içinde birincisi, mana bugundan başlayımız. Birincisi Jiang Qunshanning so'zlariga raddiya. Maqolamizning mavzusi Jiang Qunshanning so'zlariga raddiya. Yaqindan beri Şinjan Uygur Abdunum rayonida Devlet Mahkemesi'nin Yüleş Eçiş Rehberlik Gruppisi, işxanasının tekşürüp tetkik kılış gruppisi, söhbet ötküzüş faaliyeti elip bardı. Şinjan Uygur Abdunum Rayonluq Partikomunun sekreteri Jiang Qunshan yakında mındaq görsetti. Şinjan'ın zemini keng, namrat nüfusu köp, namrat kentlerinin dairesi keng, namratlık derecesi eğer dep görsetti. Hürmetlik Jiang Qunshan efendi, namrat kişilerin dairesi keng, derecesi eğer dediniz. Bu kişiler kimler? Namrat kentle intayin köp dediniz. Bu kentlerde kim yaşaydı? 66 yıl öt Şinjan Uygur Abdunum rayonunda tehiçe namratlık tügümegen bolsa, siz bu hadisini, yani namratlık hadisini siyaset noktasında düşündürüp koyamsız, ya ki iktisat noktasında düşündürüp koyamsız, ya ki millet noktasında düşündürüp koyamsız. Bizge namratlık kengeyişinin, lekin tügümeslikinin sebepleri zaten neme? Düşündürüp koyan. Jiang Qunshan efendi. Namratlar zaten kimler? Bir das bilen bir tane apkaşni kötürüpla Şinjan'a kirgen Xitoy köçmenleri mi? Yoki şu vatanning asli egisi Uygurlar mı? Jiang Qunshan efendi, siz namrat degende kimni ko'zda tutyapsiz? Xitoy köçmenlerini mi? Yoki yerlik Uygurlarni mı? Xitoy köçmenleri mi namrat hesaplanadigan bolsa, ularni siz namratlıktan qanday qutuldurmoqchi bo'lyapsiz? Agar namratlar siz ko'rsatganda Xotan viloyatida yashayotgan Uygurlar bo'lsa, ularni namratlikdan qanday qutuldurmoqchi bo'lyapsiz, hurmatli Jiang Qunshan efendi? Namratlıktan qutuldirishning abstrakt hukmlarini 66 yil to'lab keldingiz. Namratlıktan qutulishning yo'llari nima? Hazırgıça bu doğruda bir narsa ko'rsatib berolmadingiz. Biz o'ylaymiz ki Jiang Qunshan efendi, namratlıkning asli manbai yoki mohiyati mustamlikchilikdir. Qachonda bir vaqtlarda o'zining qaysi bir tarixiy bosqichlarda davrlarida mustamlika boshqarib boqmagan, aksicha o'zi boshqa mamlakatlar yoki millatlarga mustamlika bo'lib yashagan bu millat
Xitayning mustamlika boshqarish tafakkuri texi echilmagan, texi pishib yetilmagan, texi sistemlashmagan tafakkurdir. Siyosiy harakat bilan mustamlik qilingan millatlarni bostirish yoki boshqarish, siyosiy harakat bilan boshqarish, tarjimon orqali boshqarish, mustamlik qilingan millatning tilini, madaniyatini yo'qotish, diniy e'tiqodini va o'zining jamiyatini tashkillovchi ijtimoiy munosabatlarni, turalg'u munosabatlarni yo'qotish koni mustamlikchilikning zamonimizdagi ifodasidir, Jiangchunshan Efendi. Mustamlikchilikning eng negizlik masalasi yer masalasi, Jiangchunshan Efendi. Yani ko'chmanlar kirdi, yerni egallab oldi. Mustamlikchilikning eng negizlik masalasi yer masalasi. Mulkchilik huquqi masalasi va huquq masalasidir. Demak, huquq masalasidir. Demak, yani biz nima demoqchi bu yerda? Mustamlik millatlarning barliq huquqlari, iqtisodiy va madaniyat imtiyozlarini davlat huquqi bilan qo'g'dash masalasidir. Lekin Uyg'urlarning davlati yo'q. Mustamlika Uyg'urlar o'ziga xos huquq, ya'ni tabiat Uyg'urlarga ato qilgan huquqlardan tamom ayrilgan millatdir. Huquqdan ayrilgan Uyg'urlar o'zining iqtisod egiligini nimaga tayanib taraqqiy qildirdi, Jiangchunshan Efendi? Huquqsiz Uyg'urlar o'zining iqtisod va egiligini nimaga tayanib taraqqiy qildirdi, Jiangchunshan Efendi? Hurmatli Jiangchunshan Efendi, siz hozir Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida ikki xil siyosat yurgizyapsiz. Uning biri terroristlar, namida bostirish siyosati. Onun ikincisi namratlarını yüleş, eçiş deydiğen abstrakit hükümler arkalık Uygurlarını aldaş siyasetidir. Xitayçı mustamlikçi gubernatörünün elbette bundan başka siyaseti bulmaydı. Hürmetli Jiangchunshan Efendi, sizin iki xil siyasetiniz çekleme içinde insanı boğup koygan ve hatta çekleme içinde özünüzü mü boğup koygan siyasetler. Aslında siyaset hakiki öz manisi içinde siyaset buladigan bolsa, hergiz mi insanı akli insanilikten biyologiyalik mahlukka, korçakka aylandırıp koymagan boladı. Hakiki siyaset böyüçü buladigan bolsa, bugün gündə Xitay Uyg'urlarni biologik hayvanning o'rniga tushirib qo'ymagan bo'ladi. Odam deb qaragan bo'ladi, Uyg'urlarga odam deb muomala qilgan bo'ladi. Inson faqat kapolatga ega bo'lgan sharoitda o'zining aqlini, jismoniyatini, iqtisod egiligini taraqqiy qildira oladi. İnsan her qanday cheklamaga uchramagan ahvolda o'zining aql parostini ishlata oladi. İnsaniyetinin hakiki maksidi, yoki insaniyet şug'ullangan siyasetning hakiki maksidi bu erkinlikdir. Jiangchunshan Efendi, insonning o'ziga xos bo'lgan tabiiy huquqlari va ijtimoiy huquqlardan faqat bexatarlik huquqini tilga olaylik. Jiangchunshan Efendi, bexatarlik huquqi insonning mohiyatlik huquqlarining bir tarafidir. Lekin ijtimoiy jamiyatda insonning bexatarlik huquqi davlat tuzgan qonun yoki davlat tarafidan kapolatga ega bo'lishi kerak. Jiangchunshan Efendi, navbatda Uyg'urlarning bexatarlik huquqi nima? Jiangchunshan Efendi, siz Uyg'urlarning bexatarlik huquqini nima bilan kapolatga ega qildingiz, Jiangchunshan Efendi? İxtiyoriy etib etish, ixtiyoriy qo'l qilish, ixtiyoriy o'lim jazosi berish, ixtiyoriy hukm qilish. Moşalama, Uyg'urlarning bexatarlik huquqi moşama, Jiangchunshan Efendi. Mesela mavjudlik, barobarlik, bexatarlik deganimizda kapolatga ega bo'lish, jismoniyat, qaddi qomat taraqqiy qilishi, inovat qo'g'dilishi, mol-mulk, kasb va kasb bilan shug'ullanish, bularning hammasi bexatar bo'lishni, ya'ni Uyg'urning millat turmushini kapolatga ega qilishni va kapolatga ega bo'lishni shart qiladigan huquq shakllaridir.
Siz aşı addi bir sanap kelip atkan aşı hukumlar boyunca Uygurlarning bexatarlik hukukunu kapalat kıldınız mı Can Tuşan efendi? Yok. Siz nime dep bildirlaysiz? Nime dep aldaysiz? Uygurlarning bu xil hukuk şeklini Can Tuşan efendi siz qanchalik derecede kapalat kılaladınız? Kapalat kılalmasınız, namratlarını yüleş, içiş doğrusu da ortakça sözlep yürüyüşten neme zörüriyeti var Can Tuşan efendi? Siz yakından beri Xotan vilayetide endiletin pul tepip küçükkini kat götergen Uygur'un baylarını kolga aldınız. Siz yakından bir Aksu vilayetinin Kuçağın ayısıda endiletin pul tepip bay bulaydı gen. Belki Xitayning siyasi yol koygan dairde kanunluk pul tepip bay bulaydı gen Uygurlarını birbirlep kolga aldınız. Can Tuşan efendi, Xotan'da kolga alıngan Uygur bayları ve Kuçağ'da kolga alıngan Uygur bayları bugün siz namratlarını yüleşte bilgirlediniz. Yaki havazı küçükteki avuşladınız. Kaysı rast? Xotan'daki baylarını, Uygur baylarını kolga algınız rast mı? Kuçağ'daki baylarını, Uygur baylarını kolga algınız rast mı? Yaki bugün namratlarını yüleş ve içiş de bilgirlediniz. Aldamçılık kılgınız rast mı? Kaysı rast Can Tuşan efendi?